Hop, salom hurmatli talabalar. Bugun sizlarni 8-ishli bo'lgan, ya'ni avtokadda topshiradigan vazifangiz bor. Mana metodичкада sizda 7-vazifa deb kelgan. Shu sizda 8-vazifangiz, ya'ni avtokad dasturi yordamida tarkibida tutash elementida qatnashgan detal chizmasini chizilsin, o'lcham qo'yilsin deyapti. Mana shu yerda 91-bet, 95-betgacha variantlaringiz bor. Mana shu variantlarni hozir ko'rsataman. Sizga mana shu 28 ni ko'rsatib beraman. Simmetrik detal bo'lgani uchun. Hop, avtokadni ochib olganmiz. Avtokadda bizda burchish shtamplari tayyor. Chizib chiqqanmiz. O'tgan darsda anaqa bo'lsa, chiza olmasangiz oson yo'li bor. Sizda agar kompas dasturi bo'lsa, shu kompasni ochib olib, chertyojni ochamiz. Sizda A4 bo'ladi. A uchiga o'tkazamiz. Gorizontal holatga keltirib, mana burchish shtampingiz sizda ruscha turgan bo'ladi. Buni o'zgartirsangiz o'zgarmaydi o'zbekchasiga. Buni mishkangizni o'ng tarafini bosib, разрушить оформленияni bossangiz, da qilasiz va shu yerda endi o'zgartirsangiz bo'ladi. Misol uchun hujjat, mana imzo, sana hammasini o'zgartirib chiqqandan keyin, misol uchun imzo va qolganlarini ham o'zgartirib chiqqaningizdan keyin tayyor sizda burchish shtampi bor. Keyin buni сохранить qilganda сохранить как qilib, mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz har xil anaqalar bor. PDF, kompas o'zini anaqasi. Siz shu yerda AutoCAD DWG deb сохранить qilsangiz, sizda AutoCAD fayl ochiladi. Ya'ni xuddi shunaqa tayyor burchish shtampi AutoCADda ishlab ketaverasiz. Tushunarli? Nima demoqchiman? Ya'ni AutoCADga tayyor kompasga tayyor mana shu burchish shtampini eksport qildim. Hop, boshlayman chizmamni. Bizga kompas kerak emas. Bizga faqat AutoCAD. Hop, mana shu 28-variantni birinchi detal chizishdan oldin, ya'ni tutashmani bajarishdan oldin o'q chiziqlarini chizib olishimiz kerak. O'q chizig'i chizishni boshlayman. Hop, liniyani olaman, L ni bosdim. Probel yoki enter. Mana shu o'rtasidan F8 yoqib qo'yib, vertikal gorizontal chiziq chizib olaman. Yana line ni bosib, sizdan va bularni chiziq turini o'zgartirishim kerak. Uchinchisidan o'q chiziqni tashqariga chiqarib olaman. Okey. Mana shu ikkalovini tanlab o'q chiziq o'tkazib qo'yaman. Qoidasi bo'yicha o'q chiziq punktning o'rtasiga tushib qolishi kerak emas. Hop, bo'ldi. Endi aylaningizni radiusi katta aylaningizniki 42 ekan. S ni bossam sirkul bo'ladi. Probel yoki enter o'rtasidan tanlab, endi radiusi 42. 42 ni kirgizaman. Aylana chizdi. Endi o'qlarimiz bor ekan mana. 45 gradusda asosiy o'qqa nisbatan joylashyapti. Shu 45 gradusda chiqarib olaman. L ni bosaman, ya'ni line, probel yoki enter. Mana shu o'rtasida vertikal gorizontal chiziq F8 ni o'chirib, ko'rayotgan bo'lsangiz, ekranda gradus ko'rsatyapti. 41, 42, 43, 44, 45. Bizga 45 gradusda uzunroq tashiyman va xuddi shuni qolgan taraflariga ham mirror qilib, birinchi buni o'q chiziqqa o'tkazib olaman-da. Mirror qilib qolgan tomonlariga ham o'tkazib chiqaman. F8 yoqib qo'yaman mirror qilayotganda. Mana shu mirror qilayotganda erase source object degan yozuv chiqadi. Ya'ni oldingi mirror qilayotgan chizig'imni o'chiraymi yo'qmi deyman. Deyapti, biz no qo'yamiz har doim. Kerak bo'lsa agar. Ya'ni kopiya qilayotgan chizig'imiz. Qolgan ikkita tarafiga ham mirror qilib tashlab olaman. No. Endi bular alohida chiziqlarni men J ni bosib join qilib birlashtirib qo'yaman. Bitta bo'ldi. Hop. Keyingi qiladigan ishim mana bu yerda qulog'i bor ekan, mana ikkita chetini. Men bir yoq tarafini yasayman deyman shu. Bir yoq tarafini yasab, qolgan uchta tomoniga mirror qilib yasab olveraman. Chunki qolgan uchta tarafi ham bir-biri bilan bir xil. Hop,
birinchi yasashim kerak bo'lgan joy mana shu 116 bo'lsa, o'qlarning orasidagi masofa mana shuni yasab olaman. 116.5 58. Xo'p, o'qdan 58 tepa pastga offsetni bosib kopiya qilib olaman. O'ni bosaman. O'ni bosdim. Probel necha millimetr? 58 enter qaysi chizig'i? Mana shuni pastga va tepaga. Okay, escape bosib komandadan chiqib ketaman. Orada Ctrl S bosib saqlanib tiqib turaman shuni. Faylni men уже burchi shtampib saqlanib tiqib qo'yganman. Siz har yangilik kirgizganingizda faylingizga Ctrl S bosib qo'yavering. Mabodo kompyuter o'chib qolsa, davom ettirib ketish maqsadida. Xo'p. Endi mana qulog'ingizni tashqari qismi 12 radius ekanmi? Ya'ni yuqoriga 12, pastga 12, umumiy 24 ekan mana shu turburchak qismi. Mana shu qismini umumiy 24 ekan. Mana shunisini ishlaymiz. Hop, buning uchun offset 24.5 12 bo'lsa, 12 qaysi chizig'i? Mana shuni tepa pastga. Hop, endi komandadan chiqib sirkulni olaman, ya'ni aylana chizaman. O'rtasini birinchi belgilab olishim kerak. Mana mana shu yerdan necha radiusda? 12 radiusda aylana chizaman. Keyin liniyani olib, line olib, mana shu aylaningizni uchi bo'lsa, mana shu o'q bilan kesishayotgan joyidan bo'lsa, magnit yoqib turgan bo'ladi. Mana buni select all qilib hammasini belgilagansiz. O'tgan darsda ko'rsatganman. Hop, mana shu yerdan vertikal gorizontal chiziq o'chib tursa, chunki chizig'im og'ma holatda. Bu aylaningizni uchidan aylaningizni bu uchigacha liniya chizdik. Yana liniyani olib tomondan xuddi shu liniya chizdim. Hop, ortiqcha chiziqlarni o'chirib tashlayman. Delete qilib. Endi qoidasi bo'yicha X line tashlashim kerak. Negaligini hozir aytaman. Chunki o'q chiziqlarim bizda aylanani markaziga to'g'ri kelib qolyapti. Ya'ni shtrix punktirda punktiri o'rtasiga tushib qolishi kerak emas, to'g'rimi? Mana bu yerda punktiri o'rtaga tushib qolyapti. Cho'zdim ozgina. Buni ham o'chirib, shuni mirror qilib olaman. F8 yoqqan holatda mirror qiling har doim. Mana qoidasi bo'yicha punktir o'rtasiga tushib qolmadi. Mana ham punktir o'rtasiga tushib qolyapti. Shuning uchun ozgina surib qo'yaman. X line enter 8 o'chirib. Nega X line ni qilyapman? Bo'lmasam haligi chizig'ingizni gradus o'zgarib ketib qoladi. Sizga yordamchi chiziq bu X line. Cheksiz chiziq tashlab beradi. Punktir o'rtasiga tushib qoladi. Hop, endi davom ettirsak bo'ladi. Trimda TR ni bosaman, enter. Qaysi chiziqlar ortiqcha? Mana shu ikkitasi ortiqcha. Hop, Ctrl S bosib, endi mana bu yerda sizda tashqi tutashma bor. Radiusi 10 ekan. Ya'ni 4 ta tomonda radius 10 bo'lgan mana bu yerda tutashmalaringiz bor. Mana shu joylarni yasaymiz endi. Tutashma 10 tashqi tutashma bo'lgandan keyin radius qo'shiladi. Hop, bitta aylanaga tashqi tutashma, bitta to'g'ri chiziq tutashma. Aylanaga tutashma bo'lsa radiuslar qo'shilardi, to'g'ri chiziq bo'lsa perpendikulyar chiqarilardi. To'g'rimi? Hop, 42 ga 10 ni qo'shsa 52 radiusda aylana chizaman. Sirkul seni olaman. Probel yoki enter o'rtasidan 52 radius enter kirgizaman. Qaysi aylanaligi adashib ketmasligi uchun biz 52 chizganimni o'q chiziqqa aylantirib qo'yaman. Chalg'ib ketmasligi uchun va mana bu chizig'imizdan biza 10 mm qochish kerak-da. O'shanda tashqi tutashmani markazi bo'ladi. Hop, offsetni olaman. Necha millimetr? 10 mm enter. Qoriga. Mana siz perpendikulyar chiqarib o'tirmaysiz. O'zi perpendikularingizdan 10 avtomatik chiqadi. Ya'ni perpendikulyar chiqarganingizda shu 10 mm mana shu aylana bilan kesish kerak edi, to'g'rimi? Tashqi tutashma bo'yicha biz mana offset qilib parallel tashladim. Mana shu aylanangiz bilan mana shu perpendikulyar bizda hozir perpendikulyar o'rnida parallel tashladim. Kesishayotgan joyi tutashma bo'lyapti. Mana shu tashqi tutashma markazi bo'lyapti. Hop,
sirkulni olaman, S ni bosaman, enter. Birinchi sirkulni olgandan keyin markazini ko'rsatib yuboraman deb 10 yozsam mana. Ikkita to'g'ri chiziq bilan aylanib, tashqaridan mana uzilmagan holatda tutashdi, to'g'ri. Tutashma holatda. Trim bilan ortiqcha joyini o'chirib tashlayman. Bo'ldi, qolgan chiziqlar menga уже kerak emas. Delete bosib o'chirib tashlayman. Xuddi shu narsa bu yoq tarafda ham, pastki qismida ham bormi? Faqat holati o'zgargan holatda kopiya qilsam bu joyi o'zgarmaydi, ya'ni yo'nalishi o'zgarmayapti. Bizga mirror holatda kerak. Men ni bossam mana mirror, enter, qaysi chizig'i mana shuni o'rtasiga nisbatan F8 yoqib qo'yamiz. O'rtasini belgilab qo'yishimiz kerak har doim mirror ishlatayotganda. Hop, bizda likilyapti. Mana shu o'qqa nisbatan ekan. Endi yoqib bundoq tashlasam mana Nova bosib yuboramiz. Bo'ldi, bu yoqqa mirror qilib tashlab trim. Ortiqchani o'chirib tashlaymiz. Xuddi shu qulog'ini yasadik. Qolgan uchi tomoniga ham mirror qilib tashlab olaman. O'qdan o'qqacha. No o'chirib tashlaymiz. Trim bilan o'chirib tashlaymiz va yuqori qismiga ham xuddi shu chizganlarimizda kopiya qilib tashlab olamiz. Birma-bir tanlab chiqib, ni bosamiz, mirror, enter, o'rtasini belgilab, mana yuqorisiga tashlaymiz, nova belgilab olamiz va trimda ortiqcha joyni o'chirib tashlaymiz. Bo'ldi. Hop, mana bu yerda ham o'q chiziq o'rtaga tushib qolgani uchun ozgina mana kerak emas deb bu yoqni boshqatdan mirror qilib olar ekanman. Mana punktiga sal tushib qoldi, bu cho'zib yuborasiz. Hop, line'da endi mana ortiqcha joylarni o'chirib tashlashim uchun mana trimda o'chirsam agar o'chib ketyapti. Lekin o'q chiziq bizda detaldan ozgina chiqib turishi kerak. O'shaning uchun ozgina o'yin qilib yuboramiz. Bu yerda line'da mana chizamiz. Liniyalarda uzib chiqamiz to'g'rirog'i. Chiziqlar orasidagi hozir ko'rasiz buni nima bo'layotganini. Endi trimda ortiqcha joylarni o'chirib tashlasak bo'ladi. Mana biz chiziq orqali uzib oldik-da liniyani va bizga detaldan ozgina chiqib turdi. Qolgan joylarni mana tanlab, haligi yordamchi chizgan liniyalarni tanlab delete qilib o'chirib tashlaymiz. Mana bizda qoidasi bo'yicha detaldan ozgina chiqib turibdi. Mana buni yana surib yuborish kerak ekan. Hozir o'chirganimizda cho'zilib qoldi. Xullas, punktir o'rtasiga tushib qolmasin. Mana punktir o'rtaga tushib qolyapti. Sal cho'zar ekanmiz. Demak, trimda o'chirsak, chizig'ingizni holati ham o'zgarib qolar ekan. Ko'p chalg'imaymiz. Endi ichidagi ko'rinishlar, mana turburchak qismlarini chizib chiqishimiz kerak. Buning uchun hop, razmeri 22 ekan. 22 rect bo'lsa rectangle oladi. 22 klaviaturadan kirgizamiz, tab 22 enter kirgizamiz va buni burib olishimiz kerak. Mana bunaqa romka holatga o'tkazib olishimiz kerak. Buni nima qilamiz? Buramiz. R ni bossangiz rotate degan komanda bor. Mana shu qaysi chizig'i, mana shu chizig'i. Enter yana diagonal bo'yicha bu qirrasidan bu qirrasiga olib kelasiz. Mana shu yoqqa olib kelsangiz, mana tagida soyasi qolyapti. O'sha diagonaldan diagonalga olib kelsangiz, aniq 90 gradusga buriladi. Endi buni move bilan ko'chirasiz. M ni bossangiz move, mana shu chizig'i enter bosasizda o'zi o'rtasi topilmaydi. Bundoq detalni eng chetiga olib kelib bundoq qilsangiz o'rtasini ushlaydi. O'rtasini ushlab detalimizni biz o'rtasiga olib kelib qo'yamiz. Ctrl S bosamiz va to'rtta tomonda aylanalari bor ekan. Radius, diametr 10 bo'lgan.
Buni markazini faqat topib olishimiz kerak. Radius 31 bo'lgan aylana chizsak, shunda ikkita o'qli vertikal gorizontal bilan kesishayotganda mana diametr 10 bo'lgan aylanamizni markazlariga kelib chiqarkan. Xo'p. Yana sirkulni olamiz. Detalni o'rtasini ko'rsatib olamiz. 31 radius kirgizamiz. Enter va buni o'q chiziqqa aylantirib qo'yamiz. Endi S ni olib yana 10 diametr 10 bo'lsa radius 5. 5 kirgizamiz. Enter va bundan ko'payib olib chiqamiz. KO ni olamiz. Enter. Detalni o'rtasini tanlaymiz, ya'ni aylanani o'rtasidan o'rtasiga qo'yib chiqamiz. Buni shu tomoniga qo'yib chiqdim. Bo'ldi. Endi mana bu qismi qoldi. Bizda radius 5 ekan. Demak, bu yoqqa 5, tepaga 5, pastga 5. Demak, 10 ekan qalinligi mana bizda to'rtburchak ichidagi qismi. Xo'p, shuni ishlaymiz. Endi offset bizga har doim kerak bo'lgan oni bosamiz. Probel necha millimetr? 5 millimetr. Qaysi chizig'i? Mana shuni yuqoriga 5, pastga 5, 10 millimetr bo'ldi. Komandadan chiqamiz. S bosamiz. Sirkul yana boshlab 5 diametr radius kirgizamiz. Faqat bu sal qochib qolyapti. To'g'risi ushlamadik o'rtasini. Mana shu o'rtasini olsak, radius 5 kirgizamiz. Mana endi to'g'ri tushdi. Xuddi shu tepasida ham bor. Sirkul radius 5. Okay. Komandadan chiqib, escape bosib, liniyada aylanangizni bu uchidan bu uchigacha boshqa joyini ushlab qolmasin magnit. Aynan yaqinroq kelib olib, roligida, mishkizda roligida aylanangizni bu uchidan uchigacha bo'lsin. Xo'p, bo'ldi. Endi bizda ortiqcha chiziqlarni o'chirib tashlaymiz. Trim bilan yana trim bosib ichidagi kerak joylarni ham o'chirib yuboramiz. Xo'p. Bizda bo'ldi bu qismi ham. Endi qolgan uchta tomoniga ham kopiya qilib tashlayman. Kopiya emas, mirror qilib, to'g'rirog'i mirror detalni o'rtasini belgilab olamiz. E8 yoqib no xuddi shu yuqorida ham bor. Tanlab har bittasini yana mirror ni bosamiz. Probel yoki enter o'rtasini belgilab detalni yuqorisiga no qilib tashlaymiz. Ctrl S bosib taxlit qilamiz. Xo'p, bizda bo'ldi. Xo'p, biz chiziqlarni, asosiy yog'on chiziqlarni qalinlashtirib olamiz. Ctrl A qilamiz. Xo'p, men asosiy tutash ya'ni ramkalarni qalinlashtirib bo'lganman, menga kerak emas. Shift bosib bilan chiqarib tashlayman va bu ramkalarni ham chiqarib turaman. Men qalinlashtirib bo'lganman. Faqat detalimni qalinlashtiradigan qismlarini qalinlashtirsam bo'ldi. Shift bosib o'q chiziqlarni chiqarib tashlayman. Chunki bizda o'q chiziqlar ingichka tutash chizig'ida chiziladi. Menimcha bo'ldi. Detalni o'zi asosiy yog'on chiziqlarni tanladim. Mana o'q chiziq qolib ketibdi. O'q chiziqlarni chiqarib, qolgan asosiy yog'on chiziqlarni 1 mm da qalinlashtirib qo'yaman. Ctrl S. Hop, endi o'lchamni qo'yib chiqsam bo'ldi. Nechta o'lcham bor ekan? Hop, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta o'lchamni qo'yib chiqaman. Bitta ham qolib ketmasin. 9 ta ham bo'lib qolmasin, 11 ta ham bo'lib qolmasin. Hop, dimensionning ichida mana bitta angular degani bor, ya'ni burchakni qo'yib beraman. Mana shu ikkita orasidagi burchak bizda 45 gradus. Orada ko'rayotgan bo'lsangiz, ochiq joy qolib ketyapti. Bizda D ni bosib dimension o'lcham qo'yish qoidasi bo'yicha to'g'rilab olamiz nastroykasini. Nastroykasi qolib ketibdi bizda. Mana shu offset from origin ni bossak, mana shu orasida joy tashlamaydi shunda o'lcham chizamiz. Hop, kerak emas. Mana buni to'g'ri qilamiz, yetadi.
bularga tengmiz. Mana buni 0.0 qilamiz. Okey. Set current bosib yuboramiz keyin. Mana orasida mana joy yopildi, ko'rdingiz? DIM ni bosib, ikkita o'qlarning orasidagi masofa F8 o'chirib turamiz. Bir yuz o'n olti, to'g'ri? 116. Yana nima? Qolganlari hammasi radiusli o'lcham ekan. Mana 22 lik bor ekan. Yana dimni bosib, DIM o'lcham qo'yish. Detalni ichiga qo'yaverasiz endi, boshqa iloji yo'q. Va kesishib qoladi o'qsiz. Qoidasi bo'yicha keshish kerak emas. Lekin sizda bitta ko'rinish bo'lgani uchun baribir nima qilsangiz ham kesishib qoladi. O'qsiz. Tashqariga olib chiqishingiz mumkin, lekin juda uzun bo'lib ketadi. Shuning uchun iloji boricha ichiga qo'yiladi. Qolgani diametr bilan radiuslidan o'lchami. Radius beramiz. Bu radius 42. Radiusi to'liq aylana emas, shuning uchun 42. Mana buni 31 bergan, ichida o'q chiziq. Buni xohlasangiz radiusda bering, xohlasangiz diametr berib qo'ysangiz ham bo'ladi. To'liq aylana bo'lgani uchun o'z qoidasi bo'yicha diametr o'lcham qo'yiladi. Ya'ni 31 radius bo'lsa, 62 diametr bo'ladi. To'liq aylanaga diametr o'lcham qo'yiladi. Xo'p, endi nima qoldi? Radius 10 qoldi. Radius 5 va radius 12. O'qqa nisbatan 45 gradusda qo'yiladi, to'g'ri? Hozir ham bizda sal 45 dan pastroqda, lekin boshqa ilojingiz yo'q. 45 dan gradusda pastroqda emas, yuqoriroqga qo'yib qo'ysangiz agar buni boshqa chiziqlaringiz ichiga kirib ketib qoladi, shuning uchun. Xuddi shunaqa qilib 62 ni ham o'qqa nisbatan 45 gradusda qo'ysangiz, mana buni ichiga kirib qoladi. Shuning uchun sal boshqa yoqqa qo'yamiz. Endi radius 5 ni ham qo'ydim, sanab chiqamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hop, 10-chi mana diametr 10 teshik degan yozuv. Hop. Diametrni olaman. Mana shu aylaningizni tashqariroqga qo'yib, tagiga yozuv 4 teshik deb yozib qo'yishim kerak. Ya'ni 4 ta teshikni ham diametri 10 dan. T ni bosaman, tekst yozadi bu. Enter. Mana shu yerga qo'yib, bo'yini berib yuboramiz yozig'ingizni. 4 teshik, ya'ni nuqtasi bor. Mana 4 ta teshik. Okey. Endi mana shuni rotate qilib chizig'ingizga parallel qo'yib yuboramiz. Mana chizig'ingizga parallel bo'ldi. Olib qo'yamiz. Bo'ldi. Raqamlar sal kattaroq o'xshayapti nazarimda. Modify kirib shu 5 qilaylik. Okey. Set current. Close. Endi buni printerga berishimiz kerak, to'g'ri? Ctrl S bosamiz, saqlanib qilib, xohlasangiz mana bu printer значокini bosing, rasmini yoki plot deb chiqaring, klaviaturadan chaqiring yoki Ctrl P ni bossangiz komanda chiqadi o'sha. Kopiya beradigan. Xo'p, bu yerda DWG to PDF qilamiz. Xo'p, mana bu yerdan siz ISO A3 422 297 gorizontal versiyasini tanlaysiz. Display bosib Windowsga o'tib olamiz. Hop, qatdan qatgacha chiqadigan joyimizni belgilab olamiz. Hop, centerni bosamiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, vertikalga gorizontal bo'lib qoldi. Landscape bosing, mana ayimiz yotib turibdi, bosing, mana to'liq egalladi. Mana xromni bosib yuboramiz. Okey. Apply to layout. Okey bosamiz.
qayerga saqlanib qoladigan joy ko'rsatib boramiz. Hop, bu bizada 8-chi amaliy ish. Demak, 8-chi amaliy ish 7 bilan 8 shunda sizni AutoCAD yoki Compassda bajaradigan ishingizni save qilamiz. Mana sizda mana o'q chizig'im oxirida belgilagan xato belgilab yuboribman. Bu ham qalin bo'lib qolibdi. Xullas, o'q chizig'lar ingichka chiziqda bo'ladi. Yoziqlar ham ingichkaroq yoziladi. Sizda qiladigan ishingiz shu. Razmerlar qo'yildi, tashma bajarildi, ramkalar hamma narsa tayyor. Shu ramkani Compassdan eksport qilib, hali saqlanib qilganda AutoCAD qilib DWG da saqlanib qilsangiz, bu kechdan tayyor bo'ladi. Chizib ham o'tiribsiz. Shu bilan darsimiz tamom. Topshirig'ingizlar ham mana shu oxirgisi.